Mana X95 so'ragandingiz-ku, aynan shunaqa kattasidan topib qo'ydim sizga. Ishonavering, gabariti bo'yicha menimcha 10 mashina yetib olmasa kerak, lekin narxi ham o'bcha qulay bo'ldi. Qo'pol qilib aytganda borki, bunaqa mashinalarning narxini X70 plus ham olib yurishibdi. Men sizga 95 ni topib qo'ydim. Menimcha juda ham shikolat narx bo'ldi. Bozor bo'yicha ko'rib, surishtirib ko'rsangiz bo'ladi. 2023-yil 81 ming probeg turibdi. Kraskasi o'bcha toza, bemalol xohlagan ustingizga borib tekshirib oladilar. Endi mana shu buferda bor dedilar. Bufer bilasizki, detal hisobiga kirmaydi. Bufer xohlagan payt almashtirish mumkin. Lekin mashina o'bcha qulay bo'ldi. X95 lar juda ham katta mashina hisoblanadi. Mana bunaqa narsalarni qarang. Qulaygina qilib telefon solgan ham narsa qo'yib qo'yishibdi. O'rindiqlar ham to'liq elektropaket, panorama tom 360 kameralargacha bor. Aynan 7 kishilik mashina qidirganlar uchun, qorasidan Jetaur bo'lsin deganlar uchun menimcha juda ham narxi qulay bo'ldi. Aynan oilaviy Jetaur X70 o'rniga 95 plusni bosib olaman desangiz, 18 ming 900 ga srochniga bosib olsangiz bo'ladi.